O'zbekiston Respublikasi Davlat gerbi to'g'risidagi qonun 1992-yil 2-iyulda O'zbekiston Respublikasining Oliy Kengashining 10-sessiyasida qabul qilingan. 2-iyul O'zbekiston Respublikasi davlat gerbi qabul qilingan kun. O'zbekiston Respublikasining davlat gerbi davlat mustaqilligining ramzlaridan biridir. Davlat gerbi dumaloq ko'rinishga ega bo'lib, bu shaklning so'l tomoni rizq ro'zimiz timsoli bug'doy boshoqlaridan, o'ng tomoni esa o'zbekning dong'ini dunyoga taratgan bebaho boyligimiz, chanoqlari ochilgan g'o'za shoxlaridan iborat chambarga o'ralgan. Uzoqdagi tog'lar va daryolar manzarasida gullagan vodiy uzra quyosh zarrin nurlarini sochib turadi. Ayni paytda bu O'zbekistonning serquyosh mamlakat ekanligini ham bildiradi. Gerbning yuqori qismida esa O'zbekiston ozodligining ramzi sifatida 8 burchak yulduz, uning ichki qismida yarim oy va yulduz ma'nosi mamlakat aholisining ko'p qismi islom diniga e'tiqod qilishi, markazida baxt va erksevarlik ramzi qanotlarini yozgan humo qushi tasvirlangan. Gerbning pastki qismida O'zbekiston Respublikasi davlat bayrog'ini ifoda etuvchi chambar tasmasiga O'zbekiston deb yozib qo'yilgan. Farovonlik, tinchlik, baxt va saodat. Davlatli xalqimning ezgu niyati. Farzand kamoli deb qilamiz mehnat, bizga yor ajdodlar abadiyati. Davlatimiz jahonda bo'ldi namoyon, vatan va istiqlol visoli bu gerb. Kelajagimiz ayon, maqsadim ayon, buyuk O'zbekiston timsoli bu gerb. Gerb so'zin ma'nosin mulk ila beros, tamg'a deyiladi turkona tilda. Vatan, davlat, mol-mulk ajdodlarga xos, avlodlarga meros qolur har elda. Asl naslimizda beklik, janoblik, boshga humo qushun qo'ndirdi qismat, himmat, fidoyilik, oliy janoblik, o'zbekka xos bo'lgan fazilat xislat.